Xitoyning organ tashviqoti bo'lgan atalmish Xinjiang gazetining 9-iyul xabar qilishicha, Xitoy doiralari Aqto'y noyasida bu yilning 5-dan buyon ishga o'rinlashtirishdan burungi tarbiyalash bazasi nomida 13 ming kishini yig'ib olish lagerlariga qamagan. Xabarda aytilishicha, 18-iyun Aqto'y noyasi Barin yezisida qurilgan egilik tiklash va ishga o'rinlashtirish tarbiyalash bazasi nomidagi bir Xitoy shirkatining fabrikasiga 465 nafar Uyg'ur ayol ishchi atalmish tarbiyalashga e'lingan. Xabarda hayoti dehqon chorvachilik bilan o'tgan bu yezi ayollarining Xitoy doiralari tomonidan uylari va etizlardan majburiy elib chiqarilib, atalmish amaliy tarbiyalash bazasi nomidagi yig'ilish lagerlarida kasbiy ma'rif oladiganligi, o'qish bitirgandan keyin Xitoy shirkatlarida ishlaydiganligi aytilgan. Aqto'ylik Namratlarni yo'lash ishxonasining mudiri Wang Chengyongning aytishicha, Aqto'yda bu xil fabrikalardan 22 yadi bor bo'lib, bu yilning 5-dan buyon jami 13 ming kishi qabul qilingan. Avstraliya strategik siyosat instituti bu yil 3-oyda e'lon qilgan bir dokladda 2017-yildan 2019-yilgacha 10 minglagan Uyg'urlarning Xitoy miqyosidagi zavod va fabrikalarda majburiy emgak silinayotganligi o'tirg'i qo'yilgan. Angliyalik bir yuqori darajalik parlament a'zosi chorshanba kuni Hodison institutining tadqiqotchisi Bin Judaq bilan suhbatlashganda Angliyaning iqtisodiy tuzilmasidagi Xitoyga bo'lgan o'zgarish pozitsiyasi haqida to'xtaldi. Konservativlar partiyasining sobiq rahbari, bosh ministr Boris Jonsonning yaqin ittifoqdoshi Ian Duncan Simsning qarashicha, Xitoyning yer shari demokratik tartibiga tahdidi jiddiy va ig'ir bo'lib, demokratiya bilan mustabid hokimiyat o'tirisidagi jangni aks ettirgan. Bu tushunchani aks ettirgan Duncan Sims va ishchilar partiyasining parlament a'zosi Helena Kindi 6-oyda Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqini qurgan bo'lib, yer shari demokratik harakatini moslashtirish orqali Xitoyning tajovuzchiligini cheklash uchun loyihalangan bu ittifoqning hozir Avstraliya, Kanada va Yevropadagi boshqa davlatlarda 16 sho'basi bor. Duncan Simsning aytishicha, u Hindistonga o'xshash barliq parlamentlar bilan bu guruhga qatnashish haqida suhbatlashmoqda ekan. Duncan Sims Angliyaning qoidalarini asos qilgan tartibda mavjud bo'lgan qoidalarning hech qaysisiga bo'ysunmaydigan bu davlat bilan qanday muomala qiladiganligini qoidadan baholash kerakligini o'tirg'i qo'ydi. U yana Xitoy telegraf shirkati Huawei'ni Angliyaning darajadan tashqari tez 5G to'rdilla emas, balki barliq telegraf aslahalaridan yo'qotish kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Ikki ming 16-yili Eron bilan Xitoy o'rtasida strategik hamkorlik kelishimi imzolandi. 2019-yili bu kelishimni texmo atrofli yangilash qaror qilindi. O'tgan yili 8-oyda Eron tashqi ishlar ministri Zarif Beijingni ziyorat qilgan bo'lib, yangilash qarori bu ziyoratdan keyin chiqarildi. Matbuotlarda bu kelishimning Amerikaning embargosiga uchrayotgan Eronga 400 milliard dollar mablag' soladiganligi ko'rsatildi. Eron bo'lsa bu kelishimning texnik parlamentdan o'tmaganligini va suhbatning davomlashayotganligini e'lon qilgan edi. Yaqinda bu kelishim yana kun tartibga keltirildi. Eron tashqi ishlar ministri Zarif kelishimida hech qanday maxfiy narsa yo'qligini, muzokaralarning davomlashayotganligini va kelishim hosil qilinganda tafsilotlarning e'lon qilinganligini aytdi. Eron diniy doisi Oyatulloh Xamenei Xitoy bilan mustaqillik va ishonchlik munosabatni taraqqiy qildirishning 25 yillik universal hamkorlik kelishimini qo'llaydiganligini ta'kidladi. Kelishimida energiya va har xil ul aslahalar turlarida o'zaro mablag' selish o'tirg'i qo'yilgan. Yana bir tarafdan New York vaqt gazeti 11-iyul xabar e'lon qilib, bu kelishimni Amerikaga xiris deb atadi. Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni dunyo miqyosida shiddat bilan oshmoqda. Dunyo sog'liqni tashkiloti yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotida o'tgan 24 soat ichida 230.370 yangi yuqumlanuvchilar xotirlanganligini bildirdi. Bu son kunlik yuqumlanuvchilar soni rekord yaratilganlikdan derak berdi. Mazkur tashkilotning qarashicha, virus sababidan har kuni 5000 da kishi hayotidan ayrilmoqda. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni 13 millionga yaqinlashgan bo'lib, o'tgan 7 oyda virus sababli 565 ming kishi o'lgan.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının bayanatında xususən Amerika, Braziliya, Hindistan və Cənubi Afrika qatarlıq dövlətlərdə yuqumlanğıcılar sanının eşiyotqanlığı oturğu qoyulğan. Braziliyada 45 min, Hindistanda 25 min yeni yuqumlanğıcı bayqalğan. Onundan başqa Rusiya, Portugaliya, Angliya və Rumaniyada nurgun yeni yuqumlanğıcılar bayqalğan. Xitoydagi eng chong tatliq suv ko'li bo'lgan Fuyang ko'lida suv saviyasining tez sur'atda o'sishi sababli bu rayonda qizil rangli ogohlantirish chiqarildi. Xitoyning sharqi janubidagi Jiangxi o'lkasiga joylashgan Fuyang ko'lida shiddatli yog'in sababli suv saviyasida rekord ko'rildi. Ko'l suvi 22,5 miqdoriga yetdi. Bu 1998-yildagi 19,5 metrlik rekorddan xeyli oshib ketdi. Xitoy Suv ishlari ministrligi 4-iyuldan e'tiboran Xitoy miqyosida 212 daryoga kalkundan ogohlantirish bergan bo'lib, 19 daryoda suv saviyasi normalning ustida turmoqda. Yana bir tarafdan Xitoyda 6-iyuldan buyangi kalkun ofatida 5 million 200 ming kishi ta'siriga uchirgan bo'lib, 455 ming gektardan ko'p terilg'u yer ziyonga uchirgan. Kalkun ofati sababli Xitoy iqtisodi $900 million ko'p ziyon tortgan.